Assalomu alaykum, Xunoman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Azizlar, bugungi videomizda 7 ga 3 lik balandligi juda ham past, uncha baland emas, 255 260 atrofida nasib bo'lsa mana shu obzorni qilamiz. O'tgan yil bo'lgandi bu. O'zimiz ustalar qilishga juda ham did bilan chiroyli ishlangan. Patologik narxiga keladigan bo'lsak, so'ragan aka-ukalarimiz uchun birinchi hozir usta haqqi qanday bo'lyapti, materiallar bilan barchasini nasib bo'lsa aytib o'tamiz. Undan avval kanalga muhimligini obuna bo'lib qo'yinglar, like esdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Azizlar, usta haqqiga ishlangan faqat bu yerga 70 ming so'mdan o'sha ketgan materialga hisoblanadi. 1 metr kvadrat emas. Agar ustalarimiz material o'zidan bo'lsa, o'sha 1 metr kvadratga hisoblanadi. 450 ming atrofida ustalarimiz o'zidan material bo'ladigan bo'lsa, Qashqadaryoga shunaqa narx qilib berishadi. 11,5-12 million atrofida patologga pul ketgan. Masalan, o'sha 11,5 million bilan bitadi. O'tgan yil bo'lgan narx bu mana. Yonboshlariga ham o'sha bortni yonboshiga ham 15 sm ga ham metraj shlyonka qo'yilgan. Eng ko'p ishlatiladigan joy mana shunaqa patolog fason bo'ladi. Sababi mana ko'rib turibsizlar. Kichkina joylariga ham metraj shlonkalar ishlatilgan hammasi. Shuning uchun narxi o'shanday bo'ladi. 450-500 atrofida. Qashqadaryoda 450 ma'qul bo'ladi. Sababi viloyatga chiqqaniga 20-30 metr kvadratga qo'shiladi. Sababi o'sha ustalarimiz o'zlari olib borishadi. O'sha materialni mashina bilan o'shani yo'lkira hisoblanadi. Baho berasizlar, mana ustalarimiz juda ham did bilan chiroyli ishlangan, akkuratni. Patologimiz MDF 100% bo'lgan. Ko'p kishi so'rashadi, MDF ga yana qo'shimcha qo'shiladimi deb. MDF ga faqat yonboshini MDF qilib o'ttasini natijni qilsa bo'ladi, variant. Keyin MDF dekor ishlatib yoki bo'lmasa dekor plastdan prama yoki mana hovuzli variant qilib MDF gullar bilan o'sha kombinatsiya qilib ishlatsa bo'ladi. Bu 100% MDF ishlatilgan. Juda ham chiroyli, hozir variant juda ham ko'p chiqqan. Marmar variantlari bor. Har xil mana bu oq emasdan oq, ustiga kak o'sha marmarda gullar, fasonlar berilgan MDFlarimiz ham chiqqan. Baho berasizlar, ushbu zakaz Qashqadaryo viloyati Kasb tumani sentrda joylashgan. Balandligi ham uncha baland emas. Aboyi ham mustaqiga 50 mingdan qilib berilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Niyat qilganlarga like bosamiz, fikrlarni kutamiz. Instagramga o'tib qo'yinglar, telefon raqamlar bo'ladi. Azizlar, 70 ming so'mdan usta haqqiga ishlangan bir o'sha ketgan materialga. Agar material o'zidan bo'lsa, ustalarimizda 1 metr kvadratga ishlaydi ustalarimiz. Mana uy egasi olib bergan ketgan materialga ishlangan. Mana hammasi akkuratni bir-biriga mos bo'lgan gullari. Mana bu yonboshdagi gullarni shunga o'sha kombinatsiya qilib o'ziga o'xshatib qo'ysa ham bo'ladi, boshqa variant tanlasa ham bo'ladi. Fason juda ham ko'p. 200 mingdan 500 minggacha variant bor. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Bu 100% bitgan xonadonimiz. Mana xonamiz, ya'ni 7 ga 3. O'sha 11,5 bo'ladigan bo'lsa, 17-18 million atrofida pul ketgan mana devori bilan. Rotmilla ishlatilgan. Devor sal egilroq bo'lgani uchun rotmin, shpakilovka, aboyi, MDFlari mana o'rtada qandil 18 million atrofida o'tgan yilgi narx azizlar bu. Shuni ham hisobga olinglar. Narx o'sha o'zgarishi mumkin yildan yilga, o'shaning uchun 2024-yil narxi bu. O'tgan yil bo'lgan zakaz mana. Nasib bo'lsa video qilamiz, vaqt bo'lmadi. Mana nasib qildi bugun 11-aprel 2025-yil video qilyapmiz. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlarga like bosib qo'ying. Juda ham akkurat, chiroyli chiqqan, did bilan ishlangan. Fikrlarni kutamiz. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha. 12 ta viloyatga ham zakaz olamiz. Asosiy 4 ta Qashqadaryo yaqin bo'lgani uchun to'g'ri tushunasizlar, vaqt o'sha jismoniy kuch ham yetmaydi. Shuning uchun asosiy 4 ta viloyatga, imkon qadar boshqa viloyatlarga ham harakat qilyapmiz. Aboy o'sha patolog komplet qilib ketamiz, hammasini nasib bo'lsa, ma'qul kelsa, yoki bo'lmasa patolog xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, patolog bemalol qildirib olaversangizlar bo'ladi. Qolib ketgan savollar bo'lsa, bemalol o'sha fikrlarni kommentariyada yozinglar, javob beramiz. Nasib bo'lsa, WhatsApp, Telegram raqamlar qo'yiladi. Reklama ham qilib beramiz. 12 ta viloyatdan murojaat qilaverasizlar. MDF patologimiz 11,5 millionga bitgan mana material bilan. Qandildan tashqari hisoblanadi azizlar. Hamma joyga ham biz aytamiz, ustalarimiz olib bormaydi, sababi uy egalari o'zini didiga qarab, o'ziga mosini oladi yo ustamiz o'sha tavsiya qiladi, o'shanga qarab sotib olinadi.
MDF o'zi 200 mingdan 500 minggacha variant bor. Arzon variantlar ham bor. Budjetni Telegram, WhatsAppdan bog'lansangizlar, o'sha hammasini fasonlarini, rasmlarini tashlab beramiz. Rahmat barchaga. Kuzatib boringlar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik yangi svej videolar chiqarib boramiz. Qurilish haqida, o'sha materiallar narxi hammasini yoritib boramiz.